Hozirgi kunda Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali uzun topshiriq ko'rinishidagi firibgarlik usulidan ko'plab fuqarolarimiz jabrlanib kelmoqda. Fuqarolarimizning murojaatlarini o'rganish jarayonida ushbu firibgarlik quyidagicha amalga oshirilmoqda. Sizning Telegram akkauntingizga notanish shubhali profil "Men erkinman, bu sizmisiz?" degan mazmunda qiziqarli so'z yozadi. Siz unga javob qaytarganingiz zahoti sizning javobingizning qandayligidan qat'iy nazar siz uzum tomonidan tanlab olinganingiz, sizga topshiriqlar berilishi hamda ushbu topshiriqlarni bajarganingiz evaziga qimmatbaho boyliklar yoki bo'lmasam pul berilishi va'da qilinadi. Siz u tashlagan havola orqali kirib topshiriqni bajarganingizdan so'ng telefon raqamingizni hamda sizning telefon raqamingiz orqali moliyaviy menejer bog'lanishini aytadi. Moliyaviy menejer sizga bog'langandan so'ng sizning yoshingiz hamda karta raqamingizni so'raydi. Karta raqamingizni jo'natganingizdan so'ng sizga ma'lum miqdorda pul mablag'i jo'natadi. Sizga jinoiy yo'l bilan topilgan mablag'lar jo'natish ham mumkin. Keyingi topshiriq ertangi kun bajarilishi haqida xabar jo'natadi. Siz uning topshiriqlarini bajarish chog'ingizda sizga veb sahifa, ya'ni soxta veb sahifa ochadi hamda ushbu veb sahifada siz yutib olgan pullar hamda ballar ko'rinib turadi. Ushbu ballarga siz qiziqqan holatda uni moliyaviy manfaatlantirganingizdan so'ng ballaringiz hamda pul mablag'laringiz o'z-o'zidan ko'payishini aytib sizni qiziqtira boshlaydi. Unga ma'lum miqdorda pullarni jo'natganingizdan so'ng ushbu firibgarlar sizning pul mablag'laringizni o'zlashtirib oladilar. Ehtiyot bo'ling, hurmatli fuqarolar.